Assalomu alaykum, hurmatli aziz inson. Bugungi qo'llanmada otoshli sinovlarning ikki turga bo'linishi haqida so'z yuritamiz. Otoshli sinovlar ham ikki turga bo'linadi. Birinchi vaysaqlik, ikkinchisi muloyimlik. Bugungi ma'ruzada vaysaqlik turi haqida so'z yuritamiz. Vaysaqlik turida odamzodda otash kuchli bo'lgani bois baland-past gaplarni farqiga bormasdan javrab, baqirib, e, tinimsiz harakatlarda bo'lib, yur-yur holatiga tushib qoladi. Boshi oqqan tomonga ham ketib qolishi mumkin. Bunday holatdagi inson ruhiyatida turli xil ruhiy janglar, jadallar kechishi, ruhiyatida haqoratli gaplarni eshitishi, ko'ziga yarim yotti sharpalarni ko'rinishi, sharpalar qurshovida qolishi, odam yoki odamchalar ko'rinib, odamni doim ta'qib qilib yurishi natijasida jazavaga inson tushib boradi. Odam quvvatidan ilohiy quvvat kuchli bo'lgani uchun odam quvvatiga qo'shilib, odam quvvati o'z quvvatidan bir necha barobarga oshib borishi natijasida o'zini bir joyda to'xtatolmasdan sabrsizlanib, insonda aqldan ozish alomatlari yuz bera boshlaydi. Insoniyatda azaldan insoniyat ruhiyatida, ruhiy holatlarda ilohiyot tomonidan beriladigan in'om va ilmlarni o'rganishga bo'lgan qiziqishi milodimizning boshidayoq Injil oyatlariga asoslangan mistizm, ya'ni indamaslik, og'iz ochmaslik, lom-lum demaslik ilmiga insoniyat tomonidan asos solingan. Davomini